Asab tizimi, charchoq, uyqusizlik, tushkunlikda, depressiyada tinchlantiruvchi hisoblanadi. Tomoq og'rig'i, tish og'rig'i, xullas og'iz bo'shlig'idagi barcha kasalliklarga davo bo'lib hisoblanadi. Buning uchun undan damlama qilib og'iz bo'shlig'ini bir necha marta g'arg'ara qilish kerak. Buni asosan biz choy qilib damlama sifatida ishlatamiz. Endi qanday aks ta'sirlari bor? Bu choyni iste'mol qilganimizdan keyin quyosh nurida kamroq bo'lishimiz kerak. Bundan tashqari, bu o'simlikni choy qilib ichilganda oshqozon, ichak yallig'lanishini davolaydi, jigarni tozalaydi. O't haydovchi xususiyatiga ega. Asab tizimi, charchoq, uyqusizlik, tushkunlikda, depressiyada tinchlantiruvchi hisoblanadi. Tomoq og'rig'i, tish og'rig'i, xullas og'iz bo'shlig'idagi barcha kasalliklarga davo bo'lib hisoblanadi.